Nodirbek hali chiqmadimi? Maktabga kech qoladi-ku. Bola kecha kech yotdi shekilli, hozir chiqadi. Assalomu alaykum dada, ona. Va alaykum assalom. Xayrli tong o'g'lim. Tezroq nonushta qil. Maktabga kechikasan. Siz to'lagan soliq bugunimizda kerak. Dada, men bugun televizorda soliq to'lash degan gapni eshitdim. Soliq degan nima o'zi? Juda yaxshi savol berding. Soliq bu odamlar davlatga to'laydigan pul. Nega odamlar davlatga pul to'laydilar? Chunki davlat shu pullar bilan hammamizga kerak bo'ladigan narsalarni qiladi. Yo'l quradi, maktablar, shifoxonalar, bog'chalar barpo etadi. Demak, soliq to'lamasak yo'llarimiz buzilib ketadi, maktablarimiz bo'lmaydimi? To'g'ri aytding o'g'lim. Soliq to'lash bizning konstitutsiyaviy burchimizdir. Unda men katta bo'lsam soliqlarni albatta to'layman. Ajoyib o'g'lim. Mana shunday mas'uliyatli bolalar bilan kelajagimiz yorqin bo'ladi.